Bismillahirrohmanirrohim. Boylik bu rizq. Iste'mol qilgan narsalaringiz ham, topgan pulingiz ham rizq. Balki rizq bundan da kengroq tushuncha. Bo'yingizni baland pastligi rizq. Ozg'in semizligingiz rizq. Farzandlaringiz rizq, oilangiz rizq. Ilm hunar olib, undan sizga yuqqani ham rizq. Kasallik rizq. Birodan bir tepki yeyishingiz ham rizq. Bu narsani juda ko'p davom ettirsak bo'ladi. Rizq masalasi taqdirga bog'liq. Bizga yozilgani birovga o'tib ketmaydi. Birovga yozilgani qo'limizda tursa ham bizga kelmaydi. Bu Allohning qadari, bandalaridan yashirgan siri. Rizq uchun sabablarni ushlash kerak deb bilamiz. Shuning uchun mehnat qilamiz. Lekin mehnat qilmay rizqlanib keng yashayotganlar ham oz emas. Imom Ash-Shofi'i ustoz Imom Malik ibn Anas bilan rizq xususida bahslashib qoladi. Rizq uchun sabab shartmi yoki yo'qmi deb. Ya'ni mehnat qilish kerakmi yo'qmi deb. Imom Shofi'i mehnat shart. Ishlamasangiz tishlamaysiz qabilida gaplarni aytadi. Imom Malik rizq taqdiringda bo'lsa, ishlasang ham, ishlamasang ham keladi deb aytadilar. Bahs bir tomonli bo'lmadi. Har bir imom kuchli dalillarni keltirdi va har kim o'z fikrida qoldi. Tarqaldilar. Imom Shofi'i yo'lda ketarkan bir qariyaga duch keldi, o'tin orqalagan. Imom qariyaning qo'lidagi o'tinni oldida uyga yetkazib qo'ydi. Qariya rozi bo'lib, bir hovuch xurmo berdi. Rizq. Shu rizqqa yetish uchun imom mehnat qildi-da, ya'ni so'ziga isbot bo'ldi. Xurmoni ko'tarib ustozi Imom Malikning uyiga bordi. Ya'ni yuqoridagi isbotni bu kishiga ko'rsatishlik uchun chaqirdi. Imom Malik chiqdi. Shofi'ning qo'lidagi xurmoni ko'rib, "Mashalloh, xurmo olib keldingizmi?" deb qo'llaridagi xurmodan olib yedilar. Imom Shofi'i indamay qaytdi. Chunki bu xurmoni Alloh taolo Imom Malikka mehnatsiz rizq qilib bergan edi. Rizq bu Allohning siri. O'ylamagan tarafingizdan keladi. Boy bo'lishingiz ham, kambag'al bo'lishingiz ham rizq. Alloh sizni kambag'allik bilan rizqlantirgan bo'lsa yoki bepushtlik bilan rizqlantirgan bo'lsa, bu rizqqa norozi bo'lish gunoh bo'ladi.